Boqiy nekromant Elix Yele Kasi yoki Elich Shenyi Wangzhou Mabut tomonidan tayinlangan taxt asarining eng mashhur va fojiali qahramonlaridan biri. Qahramon haqidagi asosiy ma'lumotlar: unvon va maqomi. Muqaddas nekromant, ya'ni Elix, qasoskor. Dastlab nurfarzand sifatida dunyoga kelgan odam xiyonat tufayli nekromant, ya'ni o'lim sehridan foydalanishga to'g'ri keladi. Syujetdagi roli esa abadiyat minorasining yaratuvchisi. Bu minoraning asl bosh qahramoni Long Hao-chen topadi. Elix unga ustoz bo'lib, bilim va tajriba beradi. Garchi Long Hao-chen nur ritsari bo'lsa ham, boshqa odamlar bilan bog'liqligi Elix bir necha Tang Ji San Shao asarlarida bog'lovchi qahramon hisoblanadi. Uning ongidan biri Dolu Dalu 2, ya'ni ruhlar zamini 2 olamiga tushib qoladi va u yerda bosh qahramon Ho Ya Huang ustoziga aylanadi. Kuchi odamlar orasidagi deyarli ma'budga teng kuchga ega. Kultivatsiya cho'qqisiga yetgan, biroq insoniyatga bo'lgan nafrat sabab uzoq vaqt yovuz mavjudot sifatida yashagan. Elix shuni ko'rsatdiki, hatto nekromaniya ham faqat vositadir. Insonning haqiqiy mohiyati esa uning tanlovi va qalbi bilan belgilanadi. Bundan ham qiziqarli ma'lumotlar Dohua tahlili hamda Banana TV platformasida.